Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun mana yana Sirojiddin Medianing adashmasam 4-chi sud epizodi. Mana 4tala sudda men qatnashyapman. Men Jizzaxlikman asl. Sirojiddin Mediani men shunday ko'rmaganman, lekin uning ko'rsatuvlarini muntazam ravishda ko'rib borganman va o'sha insonga ixlosim baland bo'lib, yaxshi ko'rib qolganman insonda. Bugungi sud ham yaxshi davom etdi azizlar. Juda chiroyli o'tdi. Xudo xolasa yaqin kunlarda Sirojiddin Media ozodlikka chiqadi xudo xolasa. Men nima deyman? Hali oldingi intervyularimda aytganman, qas qilganlar past bo'lsin deb, choq qazganlar o'zlari choqqa tushsin deganman. Sababi birovga choq qilish dunyoda eng katta gunoh bo'ladi. Xuddi shu birovga Sirojiddin Mediaga choq qazganlarning dastida mana bugun Sirojiddin Media oilasidan yiroqda qafas ichida o'tiribdi azizlar. Albatta birinchi o'rinda mushkulni osog'imizni Allohga ishonamiz aytganman. Allohim o'zi qo'llasin. Xudo xolasa yaqin kunlarda men bitta narsa yozganman, she'r yana yozib keldim. Sababi bu she'rimning ma'nosi, mazmuni ayrim insonlar, qora niyatli insonlarga bag'ishlangan. Sababi ular bu she'rni eshitib, zora o'zlariga bir nima xulosa chiqarib olsa degan umidda yozganman. Har ne ishga qodir bir Alloh. Qilma ne ish bu qaytar dunyo. Qilsang hamki dilni nimsiyo. Urar kasir yog'ib ming balo. O'zingga-ku ursaki mayli. Kelsa bolang boshiga daydi, qaytar olmas ming afsus qaytib. Yordam bera olmaydi Xudo. Bandaliging chiqarma yoddan, so'ng yonmasin jigarlar doddan. Sal pastga tush ey baxil otdan, qarg'ish bir kun qilmasdan ado. To'g'ri inson qiladi xato. Beayb zot yaratgan tanho. Yasab olib o'zingdan daho, birovga choq qazima aslo. Bir kun o'zing tushishing aniq. Ketolmaysan usiz ko'z yoniq. Bo'laman deb o'ylama baliq, sendan zo'rlar choqlarda liqliq. Kelmasidan Tangridan ofat, kech bo'lmasdan tavba qil faqat. Yashasang ham soniya bir soat, birovlarni qilma betoqat. Shirin Karim so'raydi insof, pastkashlarga Xudodan qop-qop. She'r ilohdan Allohdan ogoh, anglamasang sen Xudodan top deganman. Mana shunda birovlarga choq qaziganlarga azizlar. Albatta men ishonaman, Sirojiddinga ishonaman, avvalo Xudoga ishonaman, mana shuncha insonlarga ishonaman. Hamma duoda, Xudo xolasa yaqin kunlarda albatta Sirojiddinni ochiq, yorug' yuz bilan chiqishiga umid qilamiz ham ishonamiz. Rahmat.